Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. PowerPoint darsimizning ikkinchi qismi davom qilyapti. Bu yerda faqat PowerPointni tushuntirib o'tsak bo'ldi. Qolgan o'zinglar 5 orqali bilib olasizlar, o'rganib olasizlar. Endi bu yerga men nimada xohlagan bir narsa qilay masalan. Nimada boqay. Sap havo deb qo'ya. Qolgan xatni yozish o'zinglarning ixtiyorida. Men faqat bu yerga bunday yozib qo'yaman. Buningdagi nimalardan xabarda bo'lib qolsin deb. Masalan bu yerda bu bor. Masalan bu yerda buni bossak bunday batlar bor. O'zinglar xohlagan chiroyli ko'ringanini tanlab qila olasizlar. Masalan mantallamdoq sapava bunday quttusunmi yoki men tanlamdoq degandek. Mushtib tursin. Bu yerga yana bir narsa qilib masalan qanday kim bu yerga mana qilib bu yerga muzikam deb qo'yaylik. Muzikam deb bu yerga Babosumi ya. O'sha bo'lib tursin. Bo'lgandan keyin endi bu yerga men bir narsa qo'shay. Nima qo'shay deyapti-da? Bu yerga men bir muzika qo'shay. Muzika. Bu yerda men bu yerdan tushirib qo'ygan üsteldeki bu MP3'ni qo'shay. Qo'shgandan keyin buning o'rni nerede bo'lsa desanglar. Bunda qilib ko'radigan qilib qo'y. Nerede bo'lsin. Meni besasak bo'ldi. Endi bu tugadi shunday qo'ya. Xohlasanglar bu yerdan xohlasanglar bu yerdan meni besib qo'yish orqali meni besib video yoki boshqa narsalarni kirgiza olasizlar. Faqat hozircha o'shunchalik bo'lib tursin. Endi biz bu yerda nima ish qilmoqchi deyapti-da. Yana nima ish qila olamiz deyapti-da. Masalan bu yerda yana bosgandan keyin bunday narsalar bor. Mana. Muhabbet bunday chiqsinmi? Yoki bunday chiqsinmi? Yoki bunday chiqsinmi? Bunday chiqsinmi? Bunday chiqsinmi? Va bunday chiqib tursin. Endi muhabbetning chiqish uchun muhabbet kesim yo'q-ku. Men keldim deb qo'yli. Men deb qo'y, boshqa narsa yozmay. Bo'ldi bu yerga sen deb qo'y. Bo'ldi bu yerga bir narsa yozmay turaylik. Tamam. Unda tursin. Bu yerga biz shunday qilaylik. Yoki meni bossak perda holatda ichilishim baki.
Başlaş olgandan keyin mundaq bolup tursun. Endi megicho mega mundaq qilib turaydi. Megicho mega munda tursun. Endi biz buni qaranglar. Undaq qilib bo'lgandan keyin bu yana bassak masalan. Unda açıldı. Açılgandan keyin biz o'ng solninki o'ng ma'lum qilib bassak buniki muzikasi chiqishga boshlaydi. Chiqib bo'lgandan keyin sizlar yana o'ngga bassak bu bet tugabdi. Yine eng beshtini kelayli. 4li bet bu. Birden tugaydi. Yeni bassak mana cho'ng açıldı. Yeni bastık. Yoki bundaq chim tursak o'zi yerkildi. Chim tursakmi? Endi ESC'ni bassak-chi qaytib ketadi. Bu yerda faqat o'zinglar UAB'ni besish orqali bila olasizlar. Agar buni qilib bo'lgandan keyin qochlash uchun miyadillam ana farqliq qochlar degan besish orqali farqliq saqlay olasizlar. Miyani besish orqali saqlay olasizlar degandek. Bu intayin oddiy bir narsa, intayin qo'llanilgan narsa. Buni faqat UAB'ni besish orqali o'qimay bir buzilib ketmaydi. Shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. Shunda qilib PowerPoint'dan jiq narsa o'tmadik. Mushlardan xabardor bo'lib qolsanglar bo'ldi. Oldi bilan o'zinglar ichib, xohlagancha besib yiqinglar. Xohlagancha besish orqali jiq yerlarni bilib olasizlar. Bunda so'zlikdek jiq narsa yo'q. Undaqda aziz qarindoshlar, hammanglar salomat bo'linglar.